Hududiy inspeksiya xodimlari tomonidan bugun Qo'qon shahar Istiqbol mahalla fuqarolar yig'ini hududida nazorat tadbirlari amalga oshirildi. Nazorat tadbirlari davomida Navoiy ko'chasi 62-sonli ko'p kvartirali uyning umum foydalanish hududlariga tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'zboshimchalik bilan noqonuniy qurilmalar qurib olganlik holatlari aniqlandi. Aniqlangan holatlar yuzasidan tadbirkorlik subyektlari egalariga majburiy ko'rsatmalar berilib, mazkur o'zboshimcha qurilmalarni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish to'g'risida ogohlantirishlar berildi. Berilgan yozma ko'rsatma talablari tadbirkorlik subyektlari tomonidan ixtiyoriy ravishda bajarilmasa, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasiga asosan ma'muriy jarimalar qo'llanilib, tegishli sud organlariga mazkur o'zboshimcha qurilmalarni majburiy tartibda buzdirish to'g'risida da'vo arizalari kiritilishi yuzasidan tegishli tushuntirish ishlari olib borildi.